Hormanglar. Mana xullas men Zelentarang Spark meniki. Chorrahaga yashil chiroqda kiryapman. Probka bo'lgani sababli peshixod ustida to'xtashga majbur bo'ldim. Xo'p, sariq yondi, qizil yondi. Men chorrahani bo'shatish maqsadida qizilda chiqib ketyapman. Bu yerda men narushение qilganmanmi yo'qmi? Kim tushunadi? Mashina menga tushuntirib beringlar. Men pravaga o'q qilgan paytimda chorrahani bo'shatib qo'yish kerak deb o'rgatishgan. Ushbu yuqorida ko'rilgan video qolganlarga ham manfaatli bo'lishi uchun Spark haydovchisi to'g'ri video qilib olib chiqqan. E'tibor qarating, Spark avtomobil haydovchisi svetoforning yashil miltillovchi ishorasida 1:12 to'xtash chizig'idan o'tyapti. To'g'ri kirdi, lekin u hali qatnov qismi kesishmasiga kirgani yo'q. Qatnov qismi kesishmasini mana qizil fonda ajratib qo'ydik. Ana shu hududga kirganlar chorrahaga kirgan hisoblanadi. Keyin ular o'sha svetoforda qizil ishorasida ham manevrni tugallab qo'yishi mumkin edi. Endi hozirgi holatda ko'k avtomobil haydovchisi, Spark avtomobil haydovchisi mana shu joyda svetoforning keyingi yashil ishorasini to'xtab kutish kerak. Ya'ni u agar hozirgi holatda qizil yonganda stop palasidan o'tdim, chorrahaga kirdim deb chorrahada manevrni tugallab qo'yadigan bo'lsa, unga svetoforning qizil ishorasida bo'ysunmaslik to'g'risida jarima qo'llaniladi. Agar sizga xuddi shunaqa jarimalar kelgan bo'lsa, demak bu jarimalar to'g'ri qo'llanilgan. Videolar agar sizga